Bastard, tungi qorovul qo'mondoni, Shimol qiroli, yovvoyilar bilan sulh tuzgan yagona qo'mondon, Temir taxtning haqiqiy vorisi Aegon Targaryen. Jon Snow obrazi zamonaviy fantastika va adabiyot tarixidagi eng murakkab, ko'p qirrali va chuqur falsafiy ma'noga ega qahramonlardan biridir. Dastlab klassik kamsitilgan qahramon va jamiyatdan ajratilgan yetim arxetipi sifatida namoyon bo'lgan bu personaj vaqt o'tishi bilan axloqiy mas'uliyat, insoniylik, qurbonlik va murakkab siyosiy intrigalarni o'zida mujassam etgan yetakchiga aylanadi. Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilikni, jumladan o'zim ham eng yaxshi ko'rgan personajlarimdan bittasi Jon Snow obrazini tahlil qilamiz. Boshladik. Westeros jamiyatida nikohdan tashqari tug'ilgan bolalarga nisbatan ijtimoiy tamg'i juda ham kuchli hisoblangan. Jon Snow hayotining dastlabki bosqichlari aynan mana shu ijtimoiy yakkalanish, begonasirash va kamsitilish fonida kechadi. Shimol an'analariga ko'ra berilgan Snow, ya'ni qor familiyasi uning kelib chiqishini har soniyada eslatib turuvchi sovuq tamg'adir. Kitoblarda ham, serialda ham Jonning eng katta eksistensial inqirozi va ichki ziddiyati bu o'zini o'zi qabul qilishi bilan bo'ladigan holatga borib taqaladi. U bir tomondan Starklar xonadonining uzviy bir qismi bo'lishni, oila mehrini va qonuniy maqomini orzu qilsa, ikkinchi tomondan hech qachon bu xonadonning to'laqonli a'zosi bo'la olmasligini chuqur anglardi. Catelyn Starkning unga nisbatan ochiqdan-ochiq nafrati va sovuq munosabati Jonni bolalik ruhiyatida chuqur iz qoldiradi. Catelyn uchun Jon shunchaki erining xiyonat mevasi emas, balki uni o'z farzandlari merosiga va xavfsizligiga tahdid soluvchi xavf manbai sifatida ko'radi. Bu holat Jonda o'zini qadr-qimmatini isbotlashga va har bir harakat orqali sadoqatini ko'rsatishga majbur qiladi. Endi Ned Stark va Jon Snow o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Jon uchun Ned Stark faqatgina otalik timsoli emasdi, balki sharaf, burch va mutloq adolatning yorqin namunasidir. Jon o'zining butun axloqiy kompasini, qadriyatlar tizimini va dunyoqarashini aynan Ned Starkning o'gitlari asosida quradi. Lekin Jonni Ned Stark bilan munosabati ma'lum ma'noda fojiali paradoks mahsulidir. Ned o'z siri tufayli Jonni bastard sifatida o'stirishga, xotinini nafratiga chidashga va butun Westeros oldida o'zini benuqson sharafini qurbon qilishga majbur bo'ladi. Jon esa butun umri davomida Neddek mukammal, sharafli va to'g'ri so'z insonni qanaqa bunaqa xiyonatga qo'l urganini tushuna olmasdi. O'zini uning hayotidagi eng katta xatosi sifatida ko'rib yashardi. Bu holat Jonda murakkab sharaf va loyiqlik degan ichki konfliktni keltirib chiqaradi. Qaysiki u bir tomondan Nedga o'xshab adolatli bo'lishga intilsa, ikkinchi tomondan o'zini mavjudligini sharafsizlik mahsuli deb ishonadi va ruhiy tushkunlikni boshdan kechiradi. Keyinchalik esa Jonni tungi qorovul safiga qo'shilishi bu shunchaki sarguzasht izlash maqsadida bo'lmagan, balki qisman jamiyatdan qochish va qabul qilinish istagi bilan bog'liq edi. U devorda bastardligi muhim emasligiga va u yerda mutloq tenglikka asoslangan sharafli qardoshlik jamiyati mavjudligiga ishongan. Benjen amakisining tungi qorovuldagi obro'si esa Jonni bu qarorini sharafli ekanligiga ishontiradi. Jon Castle Black, ya'ni qora qal'aga yetib kelganida uni xayolidagi o'sha romantik illyuziyalar, afsonalardagi ritsarlar haqidagi tasavvurlari shafqatsizlarcha parchalanib ketadi desa ham bo'ladi. Chunki tungi qorovul afsonalaridagi kabi Westerosni himoya qiluvchi sharafli ritsarlar emas, balki jinoyatchilar, o'g'rilar, qochqinlar va jamiyatdan butunlay quvilgan insonlardan iborat ekanligi ma'lum bo'ladi. Dastlab boshqa qorovullarga o'zini Winterfellda olgan mukammal harbiy mahorati bilan maqtanib ularni kamsitgan bo'lsa, o'sha yerda vaqtinchalik bo'lib turgan Tyrion Lannister unga muhim darsni, ya'ni bu insonlar Winterfellning qulay sharoitlarida mohir ustozlardan dars olmaganligini, ularning ko'pchiligi shunchaki omon qolish uchun bu yerga kelganini uqtiradi. Shu yerda Jon yetakchilikning birinchi va eng muhim darsini o'rganadi. Chinakam yetakchi o'z birodarlarining zaifliklarini tushunib, ularni himoya qilishi va o'rgatishi kerak. Bunga yaqqol misol sifatida biz Samwell Tarly va Jon Snow o'rtasidagi o'sha do'stlikni ko'rsatsak bo'ladi. Keyinchalik esa tungi qorovul qo'mondon Jeor Marmontni o'lik hujumidan saqlab qolishi va Jeor Marmontni qanaqadir ma'noda minnatdorchilik sifatida Jon Snowga o'zini Valeriya po'latidan yasalgan qilichini sovg'a qiladi. Jon Snowning eng katta kuchi asrlar davomida bo'linib ketgan xalqlarni va dushmanlarni vahshiy tahdid oldida birlashtira olish qobiliyati hamda kengroq manzarani ko'ra bilishidir. U detallarga emas, balki
sivilizatsiyani omon qolishiga e'tibor qaratadi. Uning asosiy zaif tomoni esa Ned Stark kabi ortiqcha to'g'riligi va qaysarligidir. Jon odamlar uning qarorlari mantig'ini, masalan, yovvoyilarni devordan o'tkazishini, strategik muhimligini avtomatik tarzda tushunadi va qabul qiladi deb o'ylaydi. Lekin u insoniy qo'rquv, an'analar va nafrat ko'pincha mantiqdan va oqilona argumentlardan ustun kelishini unutib qo'yadi. Bu xato esa uni keyinchalik halokatiga sabab bo'ladi. Bilaman, Jeor Marmutni o'sha hayotini saqlab qolish periodidan toki Jon Snow tungi qorovul qo'mondoniga aylanishi va o'ldirilishinigacha bo'lgan periodda o'tkazib yubordim, chunki bu davr ichida bo'lgan voqealarni biz serialda ko'rishimiz mumkin va bu voqealarni yana qaytarib o'tirgim kelmadi. Xo'p, kitoblardagi va serialdagi Jon Snow o'ldirilishi bir-biriga o'xshash-u, lekin ayrim kitobdan qo'shimchalar bor. Shularni hozir aytib berishga harakat qilaman. Jon tungi qorovul qo'mondoni ekan, Ramsay Boltondan haqoratli va qonli pushti keladi. Xatda Ramsay Aryani va yovvoyilar qiroli Manseni asirga olganini va agar Jon unga taslim bo'lmasa, tungi qorovullik qirib tashlashini yozadi. Bundan jahli chiqqan Jon Winterfellga qarshi harbiy yurish e'lon qiladi. Tungi qorovul qoidalariga ko'ra esa Westerosdagi ichki urushlarga aralashish taqiqlanadi. Shu sababli u qora qal'ada aynan xiyonat sababli o'ldiriladi. Lekin serialda ko'radigan bo'lsak, u aynan yovvoyilarni devordan o'tkazganligi uchun o'ldiriladi. Ya'ni kitobda ayrim qo'shimchalar bor, lekin serial bilan sal o'xshash tomonlari ham yo'q emas. Keyinchalik esa uni qanaqa qilib qaytib kelganini bilamiz. Xo'p, kitobdagi Jon Snow qanaqa o'ldirilishini sababini aytib o'tdim. Endi kelinglar, kitobdagi va serialdagi Jon Snow bir-biridan qanaqa qilib farq qiladi? O'zi ularning bir-biridan farqi bormi? Shu haqida ozgina. Taxtlar o'yini serialidagi Jon Snow ko'pincha kitobdagi original qahramonni ancha soddalashtirilgan, aqliy jarayonlari qisqartirilgan va asosan vizual harakatga yo'naltirilgan va sof qahramonlik pafosiga qurilgan versiyasidir. Jorj Martinning kitoblaridagi Jon Snow bo'lsa butunlay boshqacha. U siyosiy jihatdan juda ayyor, uzoqni ko'ra oladigan, o'ychan, hisob-kitobli, qorong'uroq intilishlarga, masalan, yashirincha Winterfell lordi bo'lish xohishiga ega bo'lgan kuchli intellektual yigitdir. Kitobdagi Jon o'tkir idrokli, ambitsiyali, yashirincha haqiqiy Stark bo'lishni xohlaydi, ba'zida qattiq jahldor, ayyor va hisob-kitobli diplomat. Serialda u jang maydonidagi hissiyotli, olomonni ilhomlantiruvchi jangchi bo'lsa, kitobda ma'muriy va iqtisodiy muammolarni hal qiluvchi intellektual lider hisoblanadi. Masalan, Bravosdagi temir bank bilan moliyaviy muzokaralar olib boradi. Yovvoyilarni himoya qilibgina qolmay, ularni tizimli ravishda integratsiya qiladi. Ulardan garovlar oladi, ayrimlarini mudofaaga safarbar etadi. Ko'rib turganimizdek, Jon Snow serialda ancha o'sha pafosli qahramonga aylantiriladi va o'zini o'sha aurali vaziyatlari juda ham ko'p va shuning uchun ko'pchilikni ruhlantiradi serialdagi Jon Snow, lekin kitobda bundan ancha farqli. Xo'p, kitobdagi va serialdagi Jon Snow farqini o'zimiz uchun bilib oldik. Endi kelinglar, Daenerys Targaryen va Jon Snow o'rtasidagi ularning munosabatlari haqidagi serial va kitobdagi farqlarni bilib olsak. Kitoblarda Daenerys Targaryen va Jon Snow hali uchrashishmagan, lekin serialda ular ajdarho qoyasida uchrashishadi va o'sha voqealar rivojini hammamiz serialda ko'rib turib bilganmiz va oxirida Jon Snow uni o'sha telba qirolga o'xshab qoldi deb o'ylab o'ldirishga majbur bo'ladi. Falsafiy nuqtai nazardan Jonni bu qarorini biz ikkita yirik tomonga ajratishimiz mumkin. Birinchisi utilitarizm, ya'ni maksimal foyda keltirish va eng katta jamoat uchun baxtni ta'minlash bo'lsa, ikkinchisi deontologiya, ya'ni oqibatlardan qat'iy nazar, qat'iy burch, qasamyod va qoidalarga asoslangan axloqqa amal qilish. Jon Snow aynan mana shu ikki element o'rtasidagi qonli jangning amaliy ifodasidir. Jonning ichki qarama-qarshiligi shunday ediki, uning burchi va qasamyodi, ya'ni deontologiyasi o'zini qonuniy qirolichasiga har qanaqa holatda ham sodiq qolish va o'zi sevgan insonini himoya qilishni talab etardi. Lekin utilitarizm nuqtai nazaridan bir telba va adashgan insonni, ya'ni Daenerysni o'limi kelajakda millionlab begunoh insonlarning omon qolishini kafolatlar edi. Tyrionning qamoqxonadagi argumentlari esa Jonni shunga ishontiradi. Ned Starkning o'gitlaridan biri o'zini so'nggi ishini qiladi. Jon Westerosni o'z singillarini va kelajakni himoya qilish uchun o'zini shaxsiy baxtini va ichki dunyosini abadiy vayron qiladi. Jon Snow va Daenerysni o'ldirishi bu taxtga bo'lgan hissi yoki unga bo'lgan nafrati sifatida emas, balki o'sha unga bo'lgan sevgisi va Westeros oldidagi mas'uliyati jihatidan o'zini majburlab ichki o'sha hissiyotlariga qarshi borib uni o'ldiradi. Jonni uni quchoqlab turib pichoqlashi bu axloqiy kompasini eng so'nggi, eng azobli sinovi edi.
Xo'p, endi ayrim teoriyalarga qaraydigan bo'lsak, eski Valeriya afsonalariga ko'ra, Azor Ahai dunyoni zulmatdan, ya'ni kelayotgan uzun tundan qutqaruvchi yengilmas qilichni yasash uchun so'nggi urinishda o'zini rafiqasi Nissani yuragiga pichoq tortishga majbur bo'lgan va uni qoni orqali olovli qilich kelib chiqqan. Jonni serial xotimasida Daenerys Targaryenni pichoqlashi ham aynan tasodif emas, balki asliyatda aynan shu mifni metaforik va vizual ijrosi deyishimiz mumkin. Daenerys Jon uchun Nissa rolini o'ynaydi. Bu orqali Jon Snow Westerosda yangi tong otishini kafolatlaydi. Xo'p, endi sizlarga savol. Jon Snow va'da qilingan shahzodamidi yoki Azor Ahai'midi? Uni o'zi umuman tutgan yo'liga sizlarning fikringlar qanaqa va Jon Snow haqida yana qanaqa teoriyalarni bilasizlar? Albatta, komment yozib ketinglar. Obuna bo'lish bo'lsa mani qo'llab-quvvatlash bo'ladi. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr.